rejissyor, seni nima haqqing borki, birinchidan kasal bo'lgan shaxsni olib chiqib majburan ishlatishga. Tushunmas ekan o'tgan kunlarni, umuman Qodiriyni tushunmas ekan. Yodgor Sa'diyevmi kim o'tdi hozir teatr direktori? Bu rejissyor Qodiriyga yaqinlashmagani ma'qul ekan. Milliy teatr, Otaxon teatri degan nom olgan teatrda Muhammad Ali Abduqunduzov degan aktyor. Bu kishini biz mazasi yo'q deb eshitganmiz. Sog'lig'i joyida emas va bu narsa sahnada ko'rinib turibdi. Bu darajada qo'riqlash shart emas edi, kerak emas edi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barchalaringiz sog'lommisiz? Bugun odatdagidan tashqari bir holatda suhbatlashishim keldi sizlar bilan. Ya'ni teatr sohasida, to'g'rirog'i hozirgi kundagi o'sha teatrdagi ba'zi bir spektakllar haqida. Erish tuyulishi mumkin bu gaplarim. Men hamma spektakllar haqida ham gapirmoqchi emasman. To'g'ri. Men qanaqadir bir madaniy xordiq sifatida teatrlarga borib turaman. Vaqt topgan paytimda buni ko'p do'stlarimiz, yaqinlarimiz biladi. Ya'ni o'sha teatrda ham qanaqadir o'sha bir ma'naviy ozuqa olsa bo'larmikin degan ma'noda boraman-da, ba'zan olaman ham o'sha narsani. Lekin meni juda ham achintirgan narsa shu bo'ldiki, yaqinda bir spektaklga tushdim. Milliy teatr, Otaxon teatri degan nom olgan teatrda ulug' yozuvchimiz, butun shu o'zbek adabiyotida ozgina bo'lsa ham hissasi bo'lgan insonlarning hammasi ustoz deb biladigan Abdulloh Qodiriyni o'tgan kunlar asari qo'yilgan spektaklni borib tomosha qildim. Va tomosha qilar ekanman, birinchidan ketkazgan vaqtimga juda ham achindim. Bu darajada qo'riqlash shart emas edi, kerak emas edi. Ustozni, ulug' yozuvchimizni, bu ulug' asarini shu darajada qo'riqlaganki bu asarni, o'sha aktyorlar, umuman men aytaman, o'sha baribir ko'pchilik biladi, spektaklni yaxshi chiqishligi uchun albatta asosiy o'rinda turadigan inson, shaxs bu rejissyor. Rejissyor yaxshi bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa haligi nima deydi, zaif aktyordan ham yaxshi bir asarni, ijroni chiqara olishi mumkin. Bu yerda ko'rinib turibdi, bu rejissyorimiz adashmasam Marat Azimov shekilli rejissyor. Bu rejissyor Qodiriyga yaqinlashmagani ma'qul ekan. Umuman bu inson juda ham tushunmas ekan o'tgan kunlarni, umuman Qodiriyni tushunmas ekan. Juda dahshat darajada bo'lganda bu. Hayron qolasiz, nima keragi bor? Bu spektaklni haligi qo'ydingmi qo'ydim, bo'ldimi bo'ldi degan narsani qilishlik uchungina xolosmi bu narsa? Bir ma'naviy oziqa olishlik uchun. O'tgan kunlarning ichida bu o'tgan kunlar siz biz bilgandek, ya'ni faqat sevgi haqida emas, bu yerda juda ko'p narsalar turibdi-yu. Umuman oyog'ini osmondan qilib qo'ygan bu asarni. Aktyor tanlashda ham, dekoratsiyaning o'zida ham, o'sha rejissyorlik ishlarida ham juda ham to'la darajada no'noqlik sezilgan. Masalan, shu o'tgan kunlar o'qiganlar biladi, o'tgan kunda Qutidorni obrazi. Ya to'g'rirog'i Yusufbek hojining obrazi deylik. Yusufbek hoji, Otabekning otasi Yusufbek hoji obrazida adashmasam ismi Muhammad Ali Abduqunduzov degan aktyor. Bu kishini biz mazasi yo'q deb eshitganmiz. Mazasi yo'q deb eshitganmiz, ya'ni sog'lig'i joyida emas va bu narsa sahnada ko'rinib turibdi. Alloh shifo bersin insonga, lekin o rejissyor, seni nima haqqing borki, birinchidan kasal bo'lgan shaxsni olib chiqib majburan ishlatishga yoki o'sha teatr direktoriga aytiladigan narsada, bu Yodgor Sa'diyevmi kim o'tdi hozir teatr direktori? O'sha nima haqqinglar bor sizlarni kasal aktyorni sahnaga olib chiqishga? U kasaldan ta'sirlanadi tomoshabin. Tomoshabin ozuqa olmayapti. Birinchidan rahmi kelib o'tiribdi ana aktyorga. Bir narsa olayotgani yo'q. Bu aktyor juda zo'rg'a o'ynayapti. O'yna olmayapti umuman. Qanaqa aktyor edi u? Qanaqa Boburni zo'r o'ynagan? 2-3 marta tushganman o'sha
Kunduzsiz kechalar asariga Usmon Azim qalamiga mansub qanaqa o'ynagan Cho'lponni masalanda, endi bu inson bechara o'zi zo'rg'a turibdi ekanda shunaqa dahshat darajada o'ynolmagan obrazni Yusufbek hojini. Bunga o'sha rejissyor qarash kerak bo'ladimi? Rejissyor qilish kerakmi yoki rejissyor boshida qo'yib berganman, ketdim men deb ketgan bo'lsa, demak o'sha yerdagi mutasaddi shaxslar qarash kerakmi bu narsaga?